Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Iroq va Afg'onistondagi urushlardan 300 mingga yaqin amerikalik jismonan va ruhan majruhlanib qaytgan. Nogiron Pentagon katta bir qurilish firmasi bilan hamkorlikda ularga zamonaviy va qulay uylar qurib bermoqda. Bu imoratlarda imkoniyati cheklangan boshqa amerikaliklar ham yashashi mumkin. Ularning soni esa kamida 57 million. Mana bu imoratning ko'rinishi oddiygina, lekin ichkariga kirsangiz, hamma narsa nogironlar uchun moslangan. Urushda jarohat olganlar Virjiniya shtatining Fort Belvoir harbiy shaharchasiga qaytadi. Devorsiz katta xona, uzun keng koridorlardan nogironlar aravachasi bemalol yurishi mumkin. Shkaflardagi polkalarni tortib chiqarish mumkin. Vannaxonada ushlab turish uchun dastaklar. Har bir xonaning eshigi chetga ochiladi. Bunday loyihada qator maqsadlarni ko'zladik, deydi Clark Realty firmasi xodimi Casey Nolan. Biz nafaqat nogironlar uchun qulayliklar yaratib, barcha talablarga javob beradigan, har bir odam yashagisi keladigan shinam uylar qurishni maqsad qildik. Oshxonada rakovinani baland yoki past qilish mumkin. Buning uchun bitta knopkani bosish kifoya. Gaz plitasini ham. Stolning balandligi ham oilaning har bir a'zosiga moslashtiriladi. Loyihani boshlaganimizda bu uyda nogiron odam yashashini bildirishni xohlamadik. Shu bilan birga qulayliklarga to'la imorat qurmoqchi bo'ldik. Arxitektor Michael Graves va uning yordamchilari dunyoning turli chekkalarida qurgan binolar mukofotlarga sazovor bo'lgan. 2003-yilda u noyob virusga chalinib shol bo'lib qoldi. Nogironlarni yaxshi tushungani uchun Graves urushlarda jarohat olgan askarlar uchun uylar qurishga kirishdi. Men shol bo'lishimni avvaldan bilganimda o'zim uchun qanday uy qurardim. Ular uchun hozir shunday turar joylar barpo etyapman. Askarlarning ko'pi urushdan aravachada qaytadi, ammo ba'zilarning jarohatlari boshqacha. Mening o'ng yelkamdan o'ng tovonimgacha badanim kuygan. 3-darajali kuyish. Iste'fodagi kapitan Alvin Shell Iroqda xizmat qilgan, boshqa askarni qutqarayotganida jarohat olgan. Uning ko'zi yaxshi ko'rmaydi, shuningdek, jarohatdan keyin tushkunlikka tushgan. Shu sababli yaralangan jangchilar deb nomlangan jamoa Shell va uning rafiqasidan loyiha bo'yicha maslahat so'radi. Shell derazalarni katta qiling, eshiklar esa oynali bo'lsin. Shunda odam uyda quyosh nuridan bahra oladi. Yorug'likda o'zini xavfsiz sezadi deb aytdi. Katta knopkalar yordamida qo'lidan judo bo'lgan askarlar ham eshiklarni ocha oladi. Shellning badani kuygani bois havo haroratiga tez moslasha olmaydi. Barcha xonalarda o'rnatilgan termostatlar yordamida haroratni o'zgartirish mumkin. Bunday uylar g'oyasi barcha harbiylar orasida ommaviylashadi degan umiddaman. Michael Graves nafaqat harbiylar, balki tinch aholi ham loyihamizdan foydalana oladi, deydi. Fort Belvoirda biz qurgan imoratlar butun mamlakat bo'ylab ko'payishi mumkin. Nogiron yoki artritdan aziyat chekayotganlar uchun juda qulay. Mamlakatning boshqa qismlarida ham o'xshash uylar qurilmoqda. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.